Usta nima qilyapsiz? Usta bas. Aka nima qilyapsiz? Uyda egasan, katta. Aka nima qilyapsiz? To'sin bukilib ketmasin deb loy bosay davom etdi. O'shanga qatiryapman nima ishlar, bir boshdan ham nima qilib. To'sin bukilib ketmaydi bu loy bostirganingizda. Bir boshdan qatirib og'ir. Bu og'ir bo'lmaydi. Qarang, mana shu mahsulotimiz 10 sm, 15 sm, 15 sm-gacha quyib beryapmiz. Qarang, ko'rib turgan joyimiz 10 sm bo'ladi. Qarang, bu loydan 3-4 barobar yengil bo'ladi. Utublit vazifasini bajaradi. Loydan ko'ra 10 barobar, 15 barobar effekti baland, bu uqalanib ketmaydi. Qurigandan keyin tosh ko'rinishga kelib qoladigan bo'ladi. Bundan tashqari bu shovqin surovni ham o'tkazmaydi. Xudo ko'rsatmasa uyingiz yonib ketsa, tevadagi pastdagi tevaga umuman o'tmaydigan bo'ladi. Yozgi kunida uyingizda, qish kunida issiqqina bo'ladi. Ko'rib turgan joylaringga 60 kvadratga bir kunning ichida loyni bosib berib ketishyapti. Bu pena-beton yangiligi bo'ladi. Ko'rib turganlaringda 45 ming so'mdan vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatar ekan. Toshkent Voha tomonlarga kelgan bo'lsa, kelishilgan holatda qilib berishar ekan. Qilinayotgan ishga 10 yil, 15 yil garantiya berishaverar ekan. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'ylab 45 ming qolgan joylarga kelishilgan holatda taksi nomerlariga aloqaga chiqsalaring, sizlarga chiroyli qilib berishadi.